Yaxşımızlar qarindoshlar. Bugungi darsimizda oldingi darsimizdan qolgan projening davomini qilamiz. Oldingi soat darslarimizda asos jihatdan bu projening, bu interface application, ya'ni bu appning butun knopkalarining iqtidorlarini asos jihatdan yozib chiqqan bo'ldik. Qolib qolgan qismi güncelleme, ya'ni update, yangilash qismi. Ya'ni bu yerga database'imizga ma'lum bir uchurni qo'shish, uni yuyish, izlash, uni listalash, hatto bu programdan chiqishdan iborat bu xitlarning hammasining backend kodini yozgan bo'ldik. Qolib qolgani nima bo'ldi? Yangilash. Ya'ni mening bu database'imda ma'lum bir kishining uchuri xato kirilib qoldi va yoki ma'lum bir narsani o'zgartmoqchi. Ya'ni mayli nima maqsad bo'lsin, ya'ni buning ichidagi ma'lum bir uchur va yoki xohlasangiz hammani o'zgarting. Xohlasangiz 2 tal o'zgarting. Xohlasangiz 5 tal o'zgarting. Siz bunun ichidagi uchurlarni o'zgartishni xohlasangiz, ya'ni database'dagi uchurlarni qanday o'zgartishni xohlasangiz, qanday qilasiz? Mantiqan, hozirgi bizning uyg'unimiz, ya'ni hozirgi appimiz, applicationimizga qarata faqatla bir talla bet bor bu yerda. Va yoki qo'shimcha menyu va yoki ikkinchi bet, uchinchi bet deydigan bir narsa yo'q. Endi o'ylasak, bu betga nisbatan qandoq qilsak texmi qulay bo'ladi. Men o'ylaymanki, diqqat qilgan bo'lsangiz bu yerda table'imiz bor. Biz yug'andimi mushtaq yug'andik. Buni chekib, ju, ikkini chekib, ju, uchni chekib, ju degan shaklda bu yerdagi uchurlarni bu xil shaklda yug'andik. Endi men diqqat qilgan bo'lsangiz birini bossam bu yerga keldimi? Yo'q. Ya'ni bu yerga keldimi deganda ustidagi TC kimlik numarasi, sportchi ismi, qadaq, familiyasi degandek bu yerdagi uchurlar bu yerga keldimi? Yo'q. Endi o'ylang. Men bu yerning xohlagan bir odamning, xohlagan bir sportchining uchurini chekkan chig'imda oldi bilan bu yerni to'ldasam. Ya'ni to'ldasam degan chog'da bu yerdagi men chekkan odamning butun ma'lumoti, ya'ni 10 xil ma'lumoti dalma-dal bu ekran yuziga, ustidagi ekran yuziga kelsa. Undan keyin men buning ustidagi TC kimlik numarini o'zgartmoqchi bo'lsam, takrordan qandaq bu yerni yozsam, o'zgartsam. Undan keyin güncella butoniga bossam, qayta uning ichidagi uchurlar yangilanib, qayta verdi bana database'ga kirib, undan keyin bu yerdagi table'ga qayta chiqsa, texmi qulay bo'ldi deb o'ylayman. Chunki hozir bizda faqat bir libat. Agar men buni chekib bu ekran yuziga ekamsam, qanday o'zgartamanki? Ya table'ning ustidan o'zgartkili bo'lmaydi. Cho'qim bir ko'rinma yuzni qanday qo'llangan kishiga, ishlatgan kishiga qanday qilishingiz lozim, sunishingiz lozim. Unda biz qadam bosqich qanday bo'ldi? Birinchi, siz bu yerdagi insonlarning uchurini qanday chekkan chig'ingizda oldi bilan bu yerdagi 10 tal uchur ustidagi bu bo'sh o'rinlar qanday qilish lozim, kelishi lozim. Kelgandan keyin buning ustidagi xohlagan uchurni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, qanday qilasiz? Buni o'zgartisiz. Undan keyin update, ya'ni güncelleme knopkasiga bosgan chig'ingizda nim bo'ladi? Bu güncellandi, yangilandi. Unda bo'lsa, oldin bilan qanday qildi? Buning kodini bir ekrli, sinab baqili, ko'st bo'lgandan keyin undan keyin kodini qanday qilib birdan-bir ko'rib, o'rganib chiqadi. Unda bo'lsa qarang. Hozir, ya'ni rad tartib bo'yicha qanday qilmoqchidik? Men bu yerda xohlagan odamning uchurini chekkan chig'imda qanday qilinishi lozimdi? Ekranga bu uchur kelishi lozimdi. Keldimi? Keldi. Ya'ni birini bosdim, birinchi odamning barliq uchuri ekranga keldi. Ikkini bosdim, ikkinchi odamning uchuri qanday qildi? Ekranga keldi. Xohlasam 6-chi odam. Diqqat qilgan bo'lsangiz bu yerda bütün uchurlar ekranga keldi. Endi men 4-chi odamning uchurini bosdim, keldi. Kelgandan keyin men buning ichida, bu yerda ismi xato bo'lib qolibdi dedim. Misol, qana Irshad dedim. Soyadim-chu Kuresh dedim. Undan keyin men buni güncelleme, ya'ni update knopkasini bosgan chig'imda menga nima chiqdi? Bir tal pencere, bir tal window chiqdi. Deydiki, haqiqatan buni güncellash, ya'ni update qilish uchun qaroringiz aniqmi deydi. Yo'q desangiz o'zgarmaydi. Desangiz qanaqa qildi? Dalma-dal
Bu tötüncü adamның uçuru qanaq boldy? İsmi İrşad, familiyası şu Küreş boldy. Neticede qanaq kılaldyk? Biz hem özümüzün tey boludyki bu jedweldeki uçurlarni yığıly aldyk. Bu jedwel mu delmi-del database'imizden alğan uçurlarni közütüp bergenligi üçin database'imizden qandak qılgan boldyk? Özümüzün uçurlaryny yığılgan boldyk. Ýani halagan ma'lum bir uçurga. Unda bolsa, bunu kögen bolsak, bunun koduga qarap bakalım. Bunu qandak qıl. Unda bolsa, red tertip boýunça balla. Qandak qilishimiz lazım? Çoqum al bilen siz bayqı ekrandaky ma'lum bir insanyň uçuryny çekken çygyňyzda ekrana qandak qılınış lazım? Tuluşy lazım. Unda bolsa onu qandak qılmyz? Al bilen doldur fonksiyondan birini qandak qıldy? Ýazyly. Ýani doldur digen çagda bu doldurny fonksiyonunun içindeki mezmun nim bolsun. Ýani siz çekken çygyňyzda nim bolgan bolsun? U uçurlar üstüdeki ekranga yerleşsin. Yani bu kısmını bu fonksiyon kısım. Ondan keyin güncelleme butonuga baskan çygyňyzda delmedel içindeki uçurlar qana qılsın ver tabandan hamda table'dan güncellesin, update qılsın, yani ýeňilesin. O kısmını qana qıly? Bu fonksiyonyň içinde qıly. Ona bolsa bu iki fonksiyonyň birisi çekken çygyňyzda ekran yüzüge äkep biriş, yana birisi şu onun içindeki uçurny şu halagança özgertiş, ýeňilaş. Ona bolsa başta doldur fonksiyona qarap çık. Yine okşaş bir şekilde select item, select tanlamak. Yine ma'lum bir kişinin uçuruna qana qıldım, çektim. Çekkenden keyin bunun içindeki 10 tal uçurlarning hemmisi ya demet ya list şekilde qana qıldı. Seçili degan değişkenge, yine variable'a qana qıldı, kelidi. Kelgenden keyin bu yerda qandaq bir şart bar? Eğer bu seçili degan variable'ning içige tanlagandan keyin çoqum u yerda uning lani ya listi demet bogalyg üçin qancha buluşı lazım? 10 buluşı lazım. Eğer bu 0 bolup qaldy diyen gap, if eğer bu 0 bolup qap qalsa, nim bolgan boldy? Bu yerge nime dep ýazsanız bulaberdi. Yani hiç qandaq bir adam tanlanmady. Yani çekilmedi dep bu uçurny qandaq qıldyk? Bädik. Yani çünkü siz çekkenden keyin eğer çekilmegen bolsa ve yoki hata çekdiniz. Eğer çekdiniz genge bunun içindeki lani elementlere kança oldu? 0 oldu. 0 bolup qalsa bundaq bir näs tallanmady. Yine tallan demekçi karşı tarafını uçur kana kıldı. Bu xil şekilde çıktı. Return şekilde kana kıldı bu yerden çıktı. Ona bolsa bu yerdeki iktidar bu. Endi bozçu talladınız. Tallagandan keyin bu yerde print yani ekranga qarapma aslında zaten birinci indeksi nimeti TC kimlik numarası. TC kimlik numarasına kadar nimene bassak şunu ekrana biz pırıptı. Bunu yazsak mı buludu, yazmasak mı buludu zaten konsolga yazılış üçün. Yani bu yerki asaslık məqsədimiz değil mi? Bu yerden başlap. Bu yerde qancha indeks var? 0-nji indeks ID'si. 1-nji indeks ismi. 1-nji indeks nimeke? TC kimlik numarası. Qaraylı. Nimesi? 0-nji indeksi Nokia. 1-nji indeks şu TC kimlik numarası. 2-nji indeks sporcu adı. 3-nji indeks sporcu soyadı. De bu uçurların hemen erişim olur. Çünkü seçilinin içinde 10 tal uçur var. Bunun birinci indeksini aldım. Birinci indeksinin var TC kimlik numarası var. Kimlik numarası var. Bunun içindeki uçurunu qana qıldım, aldım. Birinci indeks uçurunu. Seçilini alacak. Çünkü tallaganda bütün bu nerse hemmisi kelgendi. Bunun birinci indeksini algandan keyin bunu setdex qıldım. Näge setdex qıldım? Del bu yerge setdex qıldım. Yani bu yerden algan, bu yerde tallagan çağda algan birinci indeksdeki uçurunu näge setdex qıldım? Bu yerge orlaştırdım. Yani setdex demekçi bu yer tekstin bu yerge orlaştır demekçi. Bu yerge orlaştır. İkincisini ço soyadqa. Üçüncüsini ço adıga. Üçüncü indeksin soyadqa, yani familiyası. Qana qılım yerleştir. Oy malum siz qandaq bildiniz onu. Bu yerde ismi var ki LNTCK, LN Sporcu adı. Zaten men bu Qt dizaynerini tasarlagan çağda bu yerinin ismini zaten bu şekilde tasarladım ki bädim yine bu yerdeki isimlerini. Şuңlaşqa bu yerge hep yerleşiyordu. Üçüncü indekste nim bolgan bolsa, yine soyadı varken bu qana qıldı yerleşti. Tötüncü indekste nim barken
Bu yerde sporcu klubu üstüge qanaqıldı yerleşti. Emdi bu yerde buba. Yani güreş, boks, karate bu yerde talaygan buba. Bu yerde biraz şertlik durumga kirimiz. Eğer bu 5. indeksdeki tekis güreş bolup qap qalsa, yerleştirish uchun bu ishni quruq kodni qanday qilishimiz lozim, yozishimiz lozim. Ya'ni demakchi bo'lgan narsa, buning itemini tanlaymiz. Ya'ni qandaq tanlandı deydi. Ya'ni set, select, selected. Ya'ni qanday qildi tanlagan. Bu yerdagi 0. item deganda bu yerda güreş 0. indeks deb tushunsangiz bo'ldi. Buni qanday qildi? Alıdı, talındı, çuğbuludu. Onun linkin bu yerda qiyniq ko'rinishi, bu xil şekilde qiyniq ko'rinishi uchun nim bo'ldi? Delme-del bu yerga set current item 0. tanlagan bu 0. itemni qanday qilamiz? Bu yerda qiyniqlashtirib ko'rsatamiz degan maqsadda bu ishki qurkod, ya'ni bu ishki funksiyon Python bizga belgilik bu funksiyonni bu ishlatki bu yerdagi uchur bu yerda bu xil şekilde tanlansın deydi. Mesela mana karateka. Qarang, tanlandı. Bu xil şekilde tanlanish uchun bu ishki qurkodga ehtiyoj bor. Agar bu güreş bo'lmay boks bo'lib qolsa, yine o'xshash. Bu ishki qurkod. Ama bu birinci item bo'ldi, birinci indeks. Karate bo'lib qolib qolsa, yine o'xshash. Bularning hammasi diqqat qilmasangiz 5. indeks uchun. Agar bu taekwondo bo'lib qolib qolsa, shu bu. Agar bu aikido bo'lib qolib qolsa, shu bu. Judo bo'lib qolib qolsa, shu bu. Yine o'xshash bir shaklda qaysi bo'lib qolib qolsa, shunlashqa if'ning o'zini ayrim bir hammasi ijro bo'lindi degandim. Qaysi bo'lsa, shu qanaqa qilindi, ijro bo'ladi. Qildim. Endi 6. indeks. 6. indeks bag'i jinsiyati bor. 6. indeks qanaqa qildik? Buni mu yerlashtirdik. Yerleştir. Endi yil, ay, kun meselesi var. Yil, ay, kunda qanaqa qilamiz? Buning indeksi seçilinin 7. indeksi yil, ay, kun. Buning qanaqa tekstining 0. indeksinin 4. indeksgacha yil ekan. 5. indeksinin 7. indeksgacha ay ekan. 8. indeksdan 10. indeksgacha kun ekan. Chunki men tanlagan chog'da bu yerda diqqat qilgan bo'lsangiz yil, ay, kun string shaklida, tekst shaklida ko'rdingizmi? Tekst shaklida bu yerda bor. Tekst şekilde qandaq bu yerda yızıqlıq yıl ay gün. Unda bo'lsa buni dilmida bu yerga kelish lozim. Yani chekkan chig'ingizda siz chekkan chig'ingizda qandaq 3-chi kuni. Bu mushka 4ni biz bak. Qarang, 4 desam 4 tanlandı. Hamda tekstni bu yerga kelish lozimda. Unda bo'lsa tekstni bu yerga kelish uchun dilmida yil, ay, kunning hammani qanday qildim? Ayrim-ayrim chiqarib oldim bu tekstdan. Indeks soni bo'yicha. Onun linkin bu yerda Qt core qdate ma'lum bo'ldi-mi? Zaten Python'un bizga qanday ta'minlagan o'zining funksiyoni. Yil, ay, kunni bu funksiyonga bering, bersangiz avtomatik qanday qilindi? Bu yerga yerlashadi. Buni chekkan hamon tekstga aylantirgan funksiyonni bergan Python albatta tekstni qanday bu yerga qayta ko'ringan shaklda qanday bu funksiyonni berdi. Berdi. Bu xil shaklda yerlashtirgan bo'ldi. Onun linkin avlimi degandan-chu bo'lib qolib qolsa, true bo'lmasa-chu false shaklda qanaqa qildik? Yerlashtirdik. Onun kilosichu kilosini qanaqa qildik? Set value shaklda yerlashtirdik. Doldur funksiyonida nima qilgan bo'ldik? Nimani chekkan bo'lsak, bu yerdagi uchurlar indeks soni bo'yicha hammani qanaqa bo'ldik? Ustidagi ekran yuzga ekagan bo'ldik. Endi güncelle funksiyoni qarab baq. Ya'ni siz bu yerga ega bo'ldingiz. Endi siz buning ichidagi uchurlarni o'zgartmoqchi. Ya'ni 888. Ammo men güncelle deganni bosgan hamon bu pencere chiqishi lozim. Undan keyin yesni bosgan hamon undan keyin güncellenishi lozim. Undan keyin ustidagi ekran pak tozalanib ketishi lozim. Buni qanday qilamiz? Güncelle funksiyonining ichiga qaraymiz. Yine o'xshash bir shaklda qmessage bor kiz. Ustida qilib baqdik buni ichga chiqardim. Qana ismi nima ekan? Kayıt güncele. Bu bir window bo'lsin. Kaydı güncellemek istediğinizde emin misiniz? Yani rast kararın iniq mo ve yoki nim qandaq tilda yazsangiz bo'laveradi. Bunun yes butonu var, no butonu var degandek. Onun agar yes bo'lib qolib qolsa, bu bo'lsin. Bo'lmaschu bu bo'lsin. Ya'ni bu bo'lib qolib qolsa nima dedik? Show me status barda ostidagi. Ya'ni bu yerga status barda ostida nima bo'lsin? 10 sekund güncelleme iptal edildi. Ya'ni tanlanmadı degan ma'noda qanaqa qilindi? Masalan, çektim, güncelle, yo'q dedim. Asta qarang, güncelleme iptal edildi. 10 sekund o'tirdi, yo'qolib ketdi. 10 sekund o'tirdi, qandaq? Yo'qolib ketdi.
Yo'q edi. Bu yesni bosmagan chog'ingizda bu ijro qilindi. Agar yesni besib qolsangiz, besib qolib qolsangiz bu yerda try accept bak. Agar har qanday bir xato bo'lib qolib qolsa, deydiki, yeni status barda mushnaq bir xatolik yuz berdi deb ko'rsatib turdi. Agar to'g'ri bo'lib qolib qolsa, bu yerdagi try ijro bo'lindi ekan. Choyning ichida nima? Qarang, yine o'xshash bir shaklda. Siz bu yerga to'ldirib bo'ldingiz. Endi buning ustida xohlagancha o'zgartdingiz. Hozir men bu yerga 11 ni qo'shdim. Misol o'zgartdim. Xohlagan o'zgartdim. Siz qaysini o'zgartganligini kod bilmaydiki. Shunglashqa men qanday qildim? Butun hammasini oldim yana qayta. Bu nimaga o'xshaydi? Dalma-dal aklaga o'xshaydi. O'xshash bir shaklda bu aklaga o'xshash. Qanday qildim? Bu uchurlarning hammani oldim. Ya'ni ustidagi uçurlarning hammani oldim, select item. Bu ustidagi nimani o'zgartgan bo'lsam, bu uçurlarning hammani ayrim-ayrim oldim. Olgandan keyin bularning hammani ayrim-ayrim deyishganga variable qanday qildim? Sol tarafdagi variable'ga berdim. Diqqat qilmasin. O'xshash bir shaklda berdim. Ya'ni aklarda nima ishni qilgan bo'lsak, buningdan o'xshash oldim. Variable. Endi qo'limizda 10 tal variable bor. Bu 10 variable'ni qanday qilishimiz lozim? Database'ga yerlashtirishimiz lozim. Uni biz uni qanday qilamiz? 10 variable'ni oldik. O'rtalikda nima ish qildik? Biz bu yerda disconnect. Nimani disconnect qildik? Doldur funksiyoni. Ya'ni chunki bu funksiyonni qanday qilishimiz lozim? Buni ijro qilish uchun doldur funksiyon ijro bo'linishidan qanday qilish lozim? Disconnect. Ya'ni o'rtalikdagi aloqani uzib o'tishimiz lozim. Disconnect. Yine bu yerda bir fonksiyon bor. Item selection changed tiki tanlagan aman doldur. Bu yerga doldurildi. Bu yerda biz doldur degan fonksiyonni yozgandik. Buning bilan qanday qilishimiz lozim? Aloqani uzib o'tishimiz lozim. Undan keyin yerlashtirib bo'lgandan keyin undan keyin qayta buning bilan aloqa qilishimiz lozim. Diqqat qilgan bo'lsangiz bu ikkisining o'ttiriga yozdim buni. Bu biz xato berib turib oldi. Ya'ni doldur degan fonksiyonni qanday qildim? Ya'ni var tabanga qayd qilish uchun bir uzib etdim. Onun keyin var tabanga yani database'ga qo'shib bo'lgandan keyin bu doldur degan funksiyonni qanday qildim? Qaytadan connect qildim. Ya'ni uludim. Unda bo'lsa o'ttirliqda execute update qarang. Update bu SQL'ning zaten men sizga o'rgatib bo'lgan buni update qildim. Nimani update qildim? Butun bu 10 tal değişken variable'dagi uchurlarning hammani qanday qildim? Dalma-dal bu yerdagi table'da, sport table'ning ustiga TC kimlik numarasi, sportchining ismi, bularning hammasiga qanday qildim? Güncelladim, ya'ni yangiladim. Uningga commit buyruq berdim, qil dedim. Bu narsaning hammasi qanday qilib bo'ldi? Bu yerda güncellangan bo'ldi. Uningga listala. Qayta listalar nima ish qildi? Ekran yuziga akab bir var tabani uchurlarni, database uchurlarni. Qanday qildi? Qayta bu yerda ko'rsatdi. Uningdan keyin qayta men doldurgan fonksiyonni qanday qildim? Connect qilgan bo'ldim. Yani bu xil shaklda qanday bo'lgan bo'ldi? Men buni o'zgartgan chig'imda güncella hop yes degan chig'imda bu yer o'zgardi. Mana undan keyin ekran qanday qildi? Pak bo'lib ketdi. Undan keyin bu fonksiyonlarning icra bo'linishi uchun qanday qilishimiz lozim? Cho'qim bu yerda doldur degan fonksiyon avtomatik qanday qilinishi lozim? Connect bo'linishi lozim. Connect bo'lsin ki icra bo'lsin. Çünkü bu yerda bir buton yok ki doldur deb. Doldur deb bir tal buton qo'ymadik. Shunlashqa bu yerda bir tal fonksiyon borki item select changes. Ya'ni men bu yerni chekkan chig'imda, bu yerlarni chekkan chig'imda qaysi fonksiyon ishlasin, doldur degan fonksiyon ishlasin deb bog'ladim. Ondan keyin güncella butonini bosgan chig'imda qaysi fonksiyonga, güncella degan fonksiyonga, ya'ni update fonksiyoni qanday qilsin, uni çalıştırsın, uni ijro qilsin deb bu yerda qanday qildik? Bu ikkisini cho'qim bu yerga yozgan bo'ldim. Natijada biz tanlagan narsaning ustida xohlagancha ismini o'zgartdik. Hamma narsani o'zgartsak bo'ladi, o'zgarta oldik, yana qila oldik. Qarang, 1-2-3 ni 1-2-3-4 ga o'zgartdi. Xulosa qiling. Biz oddiy bo'lgan bir arayüzni yasab chiqqan bo'ldik. Ya'ni bu bir sportchining, ya'ni tanarkatchining uchurlarini database'ga qo'shish, yuyish, izlash, yanglash, listlash deganga o'xshash bu xil shakldagi iqtidorlari bor. Siz bundan yeni nima ishlarni qila olasiz? Xohlasangiz, oldin qatam men sizga degandek, bir restoranning yemak uyg'unmasini app'ini yasab bersangiz bo'ldi. U yerda o mantiq o'xshash bo'ladi. Faqat ko'rinmaydi o'xshamaydi. Chunki siz u yerda tanlagan yemeklaringizning uchurlarini, ya'ni pullarning hammani ver tabanga akirishingiz lozim.
Yani ondan keyin o uçurlarni tanlab u yerda siparişga o'tishingiz lozim. Yani o'xshash mantiq. Yani kitob boshqarish sistemasi, o'quvchi boshqarish sistemasi va yoki bir tanlab sistemasi deganga o'xshash. Uni nima qanaqasiz ver tabanga uçur saqlaysiz, olasiz. Juysiz, yangilaysiz. O'xshash mantiq. Shunglashqa fikringiz qanchalik qayoqqa ketgan bo'lsa, nima ishlar kelgan bo'lsa, hammani qila olasiz. Yani bir qor bu uyg'unligi bilan, bu app bilan bir kichikgina bir proje qilib boqqan bo'ldik. Bu projeda bayam degandek ver taban ba, uningdan keyin hozirgacha o'rgangan klass, funksiyon, hatto bizga ta'minlagan PyQt funksiyonni, ya'ni PyQt kutubxonasining ichiga nurg'ulg'an funksiyonlarni ishlatgan bo'ldik. Hatto Qt dizaynerni ishlatgan bo'ldik. Texmi go'zal arayüzni, ko'rinma yuzni qilish uchun Qt dizayner texmi go'zal bir narsani chiqarib bo'ldiganligini degan bo'ldim. Deb bu projeda asos jihatdan hammani hozirgacha o'rgangan hamma narsamizni bir qur ishlatgan bo'ldik. Ta loop'tan boshlab, ya'ni temel asosiy bilimlardan boshlab ta klassga qadar, object oriented qadar, hatto Qt designer qadar, hatto kutubxona, PyQt kutubxonasi tatib hammani birlashtirdik. Bir projeni qanday qilgan bo'ldik, o'ttirg'i chiqargan bo'ldik. Una bo'lsa, men sizdan kutadiganim bunga o'xshash, ya'ni cho'qim ko'rinimingiz bundaq bo'lishi lozim degan shart yo'q. Ya'ni ko'rinimingizni qancha chiroyli qila olsangiz, u sizga qolgan narsa. Qt dizaynerda u sizga qolgan narsa. Yine bu dolunun o'rni, shekli bu tamamen sizga qolgan narsa. Men de oldingi soat darslerimda bu narsani tushuntirib bo'lgan sizga. Undan keyin buning ko'rinma yuzini hal qildingiz chiroyli bir shaklda, go'zal bir shaklda. Qandaq, mayli qandaq proje qilsangiz bo'ladi. Cho'qim bir database'ga bog'lab, bu xil shakldagi mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan bir appni sizdan kutaman. Topshiriq shakli. Ya'ni bu darsdan keyin yana bir darsga atlab o'tib ketmay, qanday qilishingiz lozim? Bu yerda bir o'zingizga xos bo'lgan bir appdan birini yozishingiz lozim. Bu sizga bir topshiriq bo'lsin. PyQt'ga aloqador mazmunimiz, darsimiz mishada oxirlashdi. Aman bo'linglar.